Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Shams Tabrizi rahmatulloh alayhi muhabbat yo'riqlaridan 23-yo'riqda shunday marhamat qilib aytadilarki, yashayotgan hayotimiz qo'limizga tutqazilgan rang-barang va omonat bir o'yinchoqdir. Kimlardir u o'yinchoqni jiddiy qabul qilsa, u uchun yig'laydi, xafa bo'ladi. Kimlardir o'yinchoqni qo'liga olib olmay, uni uloqtiradi. Unga yo ortiqcha qiymat berib yuboradi, yoki hech bir qiymat bermaydi. Ortiqcha qiymat berib yuborishdan uzoq tur. Demak, Alloh taolo o'zini orif zotlariga, o'zini siddiq bo'lgan, o'zini yo'lidagi haqiqiy sabot bilan turgan qadamlari Allohning yo'lidan zarracha o'sha kichik bir santimetr, millimetr deylik, shu qadar ham Allohdan befarq qolmagan, yo'lidan chiqib ketmagan, ya'ni insonlarga Alloh taolo ko'p narsalarni, haqiqatlarini ochadi. Ma'rifat beradi ularning qalbiga. Shunday ma'rifatki, u inson o'zi o'sha ma'rifat tufayli qalb ko'zlari ochiladi va dunyoni haqiqatlarini ko'ra boshlaydi. Albatta, bir bozorga borib chiroyli o'ralgan shirinlikni yemoqchi bo'lsak, uni qog'oziga qarab, uni ko'rib, unga ishtahamiz ochilishi, uni sotib olishimiz va olib kelib yesak, biz o'ylagan ta'mni bermasligi, balki qandaydir bir ko'ngilni aynatuvchi narsa ekanligi bo'lishi mumkin, shunday bo'lishi mumkin. Lekin o'sha bozordagi inson yoki uni o'sha chiqarayotgan odam o'sha narsani, ya'ni bu narsalardan tashkil topgan, buni ta'mi falon narsaga o'xshaydi, ta'mi yoki bunga o'xshamaydi degandek narsalarni aytar ekan, biz undan xulosa qilamizda, u narsani sotib olmaymiz. Lekin u unday demaydi, chunki bu dunyo yolg'on. Demak, Alloh taolo o'zini shu yolg'on dunyoni yaratuvchisi o'zi Alloh taoloni va bu dunyoning yolg'onlarini o'zini do'stlariga ochgan. Ya'ni biz bu dunyoda haqiqat deb, biz bu dunyoda bu rost deb kurashayotgan narsalarimiz aslida bu dunyoda qo'limizga tutqazilgan bir o'yinchoq ekanligi, u unchalik ahamiyat beradigan narsa emas ekanligini Alloh taoloning do'stlari biladilar. Nimagaki, ular bu dunyoda haqiqiy haqiqatni topgan, Alloh taoloni topgan zotlardir. Alloh taoloni topgan nimani yo'qotibdi? Allohdan boshqani topgan nimani topibdi? Ya'ni hech narsa topmagan bu hayotida. Chunki u eng muhim narsa, eng muhim zotni yo'qotgan. Uni boshqa topdim degan narsalarni topgan emas. Uni Allohni topgan inson bu dunyoda balki uy-joysiz yashar, balki umuman bir ranj va alamda, qiyinchilik, musibatlarda yashar. Ammo u Allohni topdi, bu uni bayrami, bu uni yutug'i, muvaffaqiyati. Ya'ni shuning uchun ham Alloh taoloning orif zotlari bu hayoti dunyoni shunaqa bir matoh qatori ko'rishgan. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda ham bu dunyo bir o'yin kulgi xolos deb Alloh taolo aytgan. Bu dunyoning o'yin kulgi ekanligini Alloh taolo bildirgan. Ya'ni shunaqa bir o'yin kulgi ekanligi, bu dunyo shunaqa bir arzimas narsa ekanligi. Biz o'sha qattiq, katta deb bilgan musibatlarimiz, g'am tashvishlarimiz, qarzlarimiz va yoki ishlarimiz yurishmasligi yoki qandaydir bir kasalliklarimiz, boshqa o'sha biz bilgan o'sha musibat, balo deb bilgan narsalarimiz asli shunday mas bo'lib chiqadi. Bu narsalarga yengil qarashligimizni bizga bu zot ta'lim beryaptilar. Ya'ni bu narsalarga jiddiy ahamiyat qaratmasligimiz, barchasi Alloh taoloning qo'lida ekanligi, Alloh taoloning izni bilan bo'lishligi. Bizning vazifamiz esa unga qullik qilish. Chunki Alloh taolo bizni faqat ibodat uchun yaratgan. Biz har bir ishimizni ibodatga aylantirgan holda, niyatlarimizni to'g'rilagan holda, qalblarimizni Alloh taoloning zikri bilan tiriltirgan holda, barcha ishlarimizni Allohga topshirgan holda harakat qilaveramiz. Bir odamga bir kasallik yetdi, uni birinchi Allohga yo'liqamiz. Ey Robbim,
menga shu dardni berding, shifosini o'zing berasan. Shifoni qayerdan topay, qayerdan izlay? Kim bu dardimga shifo bo'ladigan sababchi kim deymiz? Avval Allohga murojaat qilamiz. Allohdan so'raymiz, keyin biz ishga kirishamiz. Yoki boshqa bir musibatimizni olaylik, boshqa tashvishimizni olaylik. Hamma narsa biz hal qila olmaydigan minglab masalalar bor. Biz falon kattalar hal qilib beradi deb bilgan kattalarimiz ham o'rni kelganda hal qilib bera olmaydi. Falon deb ishonganlarimiz, suyanganlarimiz hech biri shunday bir o'rinlar keladi, hal qilib bera olmaydi. Shunday holatlar bo'ladi, hal qilib berishga qodir bo'la olmaydi. Chunki insonlar zarar ham yetkiza olmaydi, foyda ham yetkiza olmaydi. Illo Allohning izni bilan qila oladilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir insonga bir butun dunyo shu yomonlik qilishni xohlasa ham Alloh qadar qilib qo'ygan chegaradan ortig'ini yomonligini qila olmaydi. Yoki yana bir insonga butun dunyo odamlari yaxshilik qilamiz desa ham va yaxshilik qilsa ham Alloh taolo belgilab qo'ygan yaxshiligidan ortig'ini bajarisha olmaydi dedilar. Ya'ni shunaqa bir taqdir, shunaqa bir ilohiy hukmlar borki, shunday ilohiy qonunlar borki, u qonunlarda albatta Alloh taoloning chegarasigacha banda ziyon yetkazadi, Alloh taoloning chegarasigacha yaxshilik yetkazadi, manfaat yetkazadi. Xuddi shunday, ya'ni bu dunyodagi bor narsalar biz o'sha palonchi bizni muammoyimizni hal qiladi, pismadonchi bizni barcha ishlarimizni o'nglaydi degandek bir noto'g'ri fikrlar bilan biz odamlarga bog'lanib qolamiz. Odamlarga bog'langanimiz sari, qancha ularga bog'langanimiz sari shuncha Robbimizdan uzoqlashamiz, Allohdan uzoqlashamiz. Allohdan uzoqlashganimiz sari shuncha tashvishlarimiz yana ham ko'payadi. Shunchalik tashvishlarimiz yana ham semiradi, shunchalik jiddiylashadi, shunchalik bizni qiynaydi, shunchalik bizni xafa qiladi. Mavlona Jaloliddin Rumiy rahmatullohi alayhi ham aytganlar, ya'ni bu dunyo nodonning bir o'yinchog'i deganlar. Ya'ni bu hayoti dunyo o'yinchoq. Xuddi bir agar biz qachon Allohni tanir ekanmiz, qachon Alloh sari yurar ekanmiz, qachon Alloh taoloni zikri bilan ulg'ayar ekanmiz, mana shu narsalar bizni o'stiradi, bizni ulg'aytiradi, qalb ulg'ayadi. Mana shunday ulg'ayar ekanmiz, biz bu hayotdagi haqiqiy bolalikdan chiqishni boshlaymiz. Ya'ni haqiqiy bolalik deganda biz bu dunyodagi 4-5 yoshgacha bo'lgan bizni bolalik o'yinchoq o'ynaydigan vaqtimiz emas, balki shunday bolalar borki, 70 ga kirgan bolalar bor, 60 ga kirgan bolalar bor, hali hayotni tushunib yetmagan, hali hayotni anglab yetmagan, 15 yoshli, 20 yoshli insonlar bor. Ya'ni hayotni chuqur o'rgangan, bilgan, ya'niki qalban o'sgan, Allohni topgan insonlar bor. Ya'ni shunday insonlar bo'larki, tarixda mana bobolarimizni, boshqalarimiz hayotlarini qaraylik-da. Mana Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi 18 yoshlarida tarixi kabir kitoblarini yozgan bo'lsalar, u tom shunaqa katta kitobda 18 yoshli yigit yozgan, o'smir yozgan. Ya'ni u zotni hozir yozgani hali tadqiq qilinish kerak katta olimlar tomonidan. Ya'ni bu insonlar Alloh taologa shu qadar yaqin bo'lgan zotlarda. Xuddi shunday, ya'ni inson ruhan o'sar ekan, ruhan yuqoriga ko'tarilar ekan, bu hayot tashvishlari unga xuddi o'sha yosh bolalarning o'yinchog'i kabi ko'rinishni boshlaydi. Va o'sha inson yig'laydi, dod soladi, faryod soladi, boshqa qiladi. Mana bu narsalar barchasi o'sha o'yinchoq ustida bo'layotgan narsalar ekanligi. Bu o'yinchoq bugun palonchini qo'lida bo'lsa, ertaga pistonchini qo'lida bo'ladigan o'yinchoq. Bu o'yinchoqqa qiziqqan qancha, qiziqmagan qancha. Shuning uchun bu qo'ldan qo'lga o'tib kelayotgan rang-barang bir o'yinchoq ekan, unga biz jiddiy qaramaymiz. Balki bu narsalar hammasini Allohga havola etamiz. Alloh bizga buyurganini bajaramiz. Alloh taolo bizga nimani xohladi, nimani buyurdi, nima yo'lni ko'rsatdi. Biz shu yo'ldan yuramiz, shu tomonga qarab yuramiz va Allohga yaqin bo'lish uchun bor imkoniyatlarimizni ishga solamiz. Bizga hayot turli xil tikonlarni yo'llashi mumkin. Biz tabassum bilan yana ham davom etishni boshlaymiz. Ya'ni bu o'yinchoqqa ortiqcha qiymat berishlikni aslo keragi yo'q. Aslo keragi yo'q. Bu dunyo o'zi shunday. Bu dunyoni qarasangiz, butun haqiqati nimadan iborat desiz, agar dunyo masalasida g'ayri din bilan gaplashsangiz ham, g'arb odami bilan gaplashsangiz ham, boy bilan gaplashsangiz, kambag'al bilan gaplashsangiz ham, har kim bilan gaplashar ekansiz, bu dunyoning bevafoligi, do'st yorni bevafoligi, ishing yurishmasa hamma tashab ketishi, ishing yurishganda hamma kelishini hamma bir xil aytadi.
Bu faqat musulmonlar orasida yoki islomiy diyordagi insonlarda bo'ladigan yoki bir g'arbda bo'ladigan narsa emas. Bu dunyoning haqiqati shu. Ya'ni bu dunyoni bori shu. Bundan bir go'zallik axtarmaylik, bundan bir jiddiylik axtarmaylik. Ya'ni dunyoni bo'lgani shu. Shuni boricha qabul qilishimiz kerak. Hattoki Imom Azam rahmatullohi alayhi zotlarni ham zindonlarga tashlashgan. Imom Malikdek zotni qo'llarini sindirishgan, yelkalaridan qo'lini chiqarib qo'yishgan. Imom Ahmad ibn Hanbaldek 1 million hadisni roviylari bilan bilgan zotlarni ham qamoqlarda, qiynoqlarda, zindonlarda, ya'ni shunday bir mashaqqatlarga solishgan. Imom Buxoriydek zotni o'z yurtlaridan quvib chiqarishgan. Ya'ni xuddi shunga o'xshagan bu hayotda u olim bo'lamizmi, omi bo'lamizmi, boy bo'lamizmi, kambag'al bo'lamizmi, har qanaqa holatda bu dunyo o'zini bevafoligini qiladi. U biz kim bo'lishimizdan qat'iy nazar, qaysi dinga e'tiqod qilishimizdan qat'iy nazar, hayot shunaqa o'yinchoq. Buni shunday qabul qilishimiz kerak. Bu rang-barang keladigan o'yinchoq, faqat biz o'yinchoqqa qiziqib ketmaylik. Faqat biz kattaroq bo'laylik, biroz ulg'ayaylik va bu dunyoni o'yinchoq ekanligini xohlamasak tan olaylik. Bu jiddiy masalada deb bosh qotirishdan yiroq turaylik. Haqiqiy jiddiy masala bu mana dinimizda bo'ladigan musibatdir. Ya'ni musibatimi oldingilar aytgan dinimda qilma musibatimi. Nima bo'lganda ham dinimda musibat qilma deyishgan. Ya'ni dindagi musibat og'irroq. Masalan, biz o'zimiz siqilamiz, tashvish chekamiz, o'ylanamiz, shunaqa bir holatlarga tushib qolamiz. Biror marta shu namozimni nimaga vaqtida o'qiy olmayapman, nimaga bir tahajjudga tura olmadim ekan, nima uchun men shu zikrlarni qila olmadim ekan deb o'ylanib, siqilib bir narsa bo'lganmizmi? Yo'q, biz dunyo uchun siqilamiz, dunyo uchun ya'ni g'am chekamiz, tashvish chekamiz. Yo'q, oxirat tashvishida bo'lsak, oxirat g'amida bo'ladigan bo'lsak, bu dunyo o'z-o'zidan g'amlari arib ketaveradi. Biz buni orqasidan yugurmasak, bu dunyoning ishlari shunday bo'lar. Har qanday holatda ham, ya'ni biz bu hayoti dunyoda shunday bir bu dunyoga o'sha o'yinchoqdek qarashimiz va bu narsaga jiddiy e'tibor bermasligimiz bizni to'g'ri yo'lda ekanligimizni, Alloh taologa bir qalbimizni bo'shatib, xoli qilishimiz kerakligini anglatadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.